Assalomu alaykum hammaga. Biz Hazorasp tumani Karvaytdamiz. Yangiobod mahallasi, Chiroyli ko'chasi 47-uyda, Bahodir og'aning uyidamiz. Bu uyimizda ham ko'mirdan ataplarni o'tirib berdik. Hamma materialni o'zlarimiz bilan kelib, chiroyli ishlab 1 yil garantiyasi bilan topshirdik. Uyimiz shu 12 tochka bo'ldi. 10 yera batareya qo'yildi. tochka bo'ldi, 10 yera batareya qo'yildi. Dalanimizga girgeri 18dan 2 yera proxodlarni qo'yib berganmiz. Xudo xolasa ataplarimiz yoqib qo'yibmiz. 80 gradusdan o'sib turibdi. Zallarimizga 20 latib ammellarni, spalnilarimizga zaldan uzoqlardan 20 latib 18 li 17 latib qo'yib berdik. Bu 3-chi batareyamiz. Zalimiz 20 li bo'ldi. Yana bir zalimiz bor. Berimizda ham birinchi to'shga bo'lgani uchun 17 latib bir yere qo'ydik. Podach apparatimiz 32 lik 25 lik aralash bo'lgan. 20 metr 32 lik, 87 metr 25 lik, 35 metr 25 lik ishlatib berganmiz. Har birine shu rossiyskiy latunniy kranaykadan qo'yib 90 gradus bukib, rezervuarni yonib chiroylatib ishlatib berdik. Bu banimiz 5-chi batareyamiz. Kafellardan turbanın o'zini razmerida döşüp chiroylatib bir-birida sal kafel yonib qoldi. Uylardan balanddan yuvarlak edik, potensialda sushilga hisoblatib qo'yaman degan uchun pastdan bukib, o'zining hammasini turba yeb bilan bukib, baratoqdan bir stikam urmin chiroylatib bilan rezervuarni yonib ishlab qo'yibmiz. Bu 5-chi batareyamiz. Kuxnyamiz 6-chi batareyamiz. Berimizda 10 ishlatib bir yere qo'ydik. Bir 170 shtuk Duralemin batareyalarımızdan işletib berganmiz. Batareyalarimiz 580 baytladı. 8 santi yeni 3 rabralı. Effekt berishlar, issiqlik berish effektları yaxshi bo'ladi. Bellarimiz bo'lmasa 25 likdan o'tdi. Keyin yonimizda pech bor ekan, pechni davrakidan aylantirib yuvardik. Bu spalnidagi oxirgi batareyamiz. Berimizda ham 20 lat birini qo'ydik. Pechdan aylantirib aytganmiz. Podachsini aynanın üstüne doğru yak kaldı. Şunun için bir yaklamayıp ulab berdik. Lekin qizishida umuman farkı bo'lmaydi buni. Xudo xolasa qizib turibdi, chiroyli bo'ldi. Bu batareyamiz kotyoldan 30 metr uzoqlikda bo'ldi. Bu ham yana bir spalnimiz. Birimizda ham 20 lat qo'yib berdik. Ama döşkemiz özüne evvelki döşkene doğru yakaladı. Şunun için sel olarak olup gitti. Bu batareyamiz ham 20 lik oldu. Bu spalnimizden 17 latib birini qo'yib berdik. Podachsini morun tenine o'tirib berdik. Şu uyimizda ham shu o'zlarimiz ishlab chiqarib turgan 4 kitobli samodiyniy kotyollarimizni qo'yib berganmiz. Samochok sistemada ishlash uchun kraniklarini qo'yib, nasozlarni ham qo'yib berdik. Ataplarimiz hozir 100% samochok sistemada ishlayapti, 70 gradusga o'tibdi. Morlarimiz 127 lik oldu. 5,5 metr ishlatib berganmiz. Yerdan balandligi 6,5 metr bo'ldi. Kotyolimiz 3 lik listdan yasalgan, ichida 14 turbasi bor. Xudo xolasa görüp kuzatib boraverasizlar. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda nomerlarni qoldiramiz, bog'lanaverasizlar. Bu uyimizda ketgan hamma material ustaqisi materiallari kotyol hammasi ichida 35.548.000 so'm pul chiqdi. Hammaga rahmat. Shu kanalimiz rivoji uchun layklarni bosib, obuna bo'lib qo'ying. Ko'mir ataplarni o'tiraman deb bilgan tanish bilishlar bo'lsa, videoni tashlab qo'yaverasiz. Hammaga rahmat.